Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsız diqqatlar ekranımız olsun. Ürümçide gayet zor tabiiy baylık bayqaldı. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon izchil turda Sharq Turkistonning boyligini bulang-dalang qilib kelayotgan bo'lib, yaqinda Urumchi shahrida miqdori 100 milliard kub metrga yetadigan tabiiy gaz zapisi bayqalgan. Atalmish Shinjon gazetining xabarida qayd qilinishicha, Urumchi geologiyalik tekshirish atriti Urumchining janubini chorlab tekshirib, zo'r miqdorda tabiiy bayliq zapisi bayqagan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, bu rayondagi tabiiy gazning geologiyalik bayliq miqdori 100 milliard kub metrga yetadi ekan. Bu yerda cho'ng tipdagi bir neftlikning shakllanishi ehtimolga nihoyat yaqin ekan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik tabiiy bayliq nazorati amaldorlarining o'tgan yili oshkorlashicha, Sharq Turkistonning qazilma bayliqlari mo'l, yoshirun kuchi g'oyat zo'r. Bayqalgan turli qazilma 153 xil, aniqlangan bayliq zapisi 103 xil bo'lib, ayrim holda Sharq Turkistonning bayliq zapisi Xitoy bayliqining 88% va 63%ni egallaydi ekan. 77 xil qazilma bayliqning aniqlangan bayliq zapisi Xitoy o'lkalariga selishtirganda oldingi 10 ning ichida turadi ekan. O'tgan yili atalmish Uyg'ur avtonom rayon moliyasi chiqargan mablag' pul turqi 150 million yuandan 500 million yuanga ko'paytirilgan. Dunyodagi eng chong energiya iste'molchisi bo'lgan Xitoy Sharq Turkistonda neftdan boshqa oltin, platina, kumush, uran va ko'mir qatorliq nurg'unlagan yer osti va yer usti qimmatli boyliqlarni qazib bulang-talang qilmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondan chiqqan boyliqlarni yerlik xalqning manfaatiga ishlatishning o'rniga Sharq Turkiston xalqini bostirish, majburiy emgakka selish, yurtlaridan surgun qilish, hatto butunlay qirg'in qilib tugitib, Sharq Turkiston zaminini to'liq yutib olishdan iborat razil maqsadga yetish uchun harakat qilayotganligini bildirishmoqda. Pokiston bilan Balochiston qurolli kuchlarining to'qinishi ko'paymoqda. Pokiston armiyasi bilan Balochiston ozodlik tashkiloti orasidagi to'qinish barg'ansiri zo'raygan bo'lib, Pokiston armiyasi Kachi rayonida 27 qurolliqni yo'qotganligini bildirgan. Amerika ovozining 15 yanvar xabar qilishicha, Pokiston armiyasi bayonot e'lon qilib, oldingi kuni Balochistonning Kachi rayonida qurolliqlarning borligi to'g'risida ma'lum qilish uchuri topshirib olganligini, Pokiston armiyasining qo'rshab yo'qotish harakati elib berib, 27 qurolliqni yo'qotganligini bildirgan. Bayonotda zarba berish harakati jarayonida ko'p miqdorda qurol-yarog', o'q-dori va portlatqich moddalarning qo'lga tushirilganligi qayd qilingan. Balochiston ozodlik tashkiloti yaqinqi yillardan beri Xitoyning rayondagi temir yo'li qurilishiga qarshi harakat qilib, nurg'unlagan ishchilari va injenerlarni o'ldirgan edi. Balochiston ozodlik armiyasi tabiiy bayliqqa boy bo'lgan Balochiston o'lkasidagi barliq qurolli tashkilotlar ichida eng kuchli va eng vayron qilg'ich kuchga ega tashkilot bo'lib, Balochiston Pokistonning Iron va Afg'oniston bilan chegaralandi ekan. Yaqinqi bir necha oyda yerlik rayonda Xitoyga qarshi yuz bergan hujumlarning hammasiga tugadak Balochiston ozodlik armiyasi mas'ul bo'lib, yuzlagan kishini o'ldirgan yoki yaralandirgan. Ularning ko'pinchisi bexatarlik kuchlarining xodimlari ekan. O'tgan hafta Balochiston ozodlik armiyasining o'nlagan qurolliq a'zolari bu o'lkaning Xuzdar rayoni Zahri yezisiga bostirib kirgan. Pokiston amaldorlarining aytishicha, ular bir bexatarlik o'rnini o'z ichiga olgan hukumat o'rinlarini bir bankini bulang-talang qilgan. Undan bir qancha binoni ko'ydirib, rayondan qochib ketgan. Amerika yana 37 Xitoy shirkatini jazo tizimligiga kirgizdi. Amerika 37 Xitoy shirkatini embargo tizimligiga qo'shgan bo'lib, mazkur Xitoy shirkatlari Sharq Turkistondagi majburiy emgakka munosabatlik deb ayblangan. Birlashma xabar agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika 15 yanvar majburiy emgakka munosabatlik deb gumon qilingan 37 Xitoy shirkatining mahsulotlarining Amerikaga kirishini cheklaydiganligini bildirgan. Bu cheklama konchilik, to'qimachilik va quyosh energiyasi qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi ekan. Fransiya agentligining bu vaqtdagi xabariga asoslanganda, Amerika davlat bexatarlik ministrligi yana 37 shirkatni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni tizimligiga kirgizgan. Shuning bilan tizimlikdagi shirkatlarning umumiy soni 150 ga yaqinlashgan.
bu shirkatlar ishlab chiqargan yoki ishlab chiqarishga qatnashgan mahsulotlarning Amerikaga kirishi cheklandi ekan. Davlat bexatarlik ministri Alejandro Mayorkas bu haqda bu qatim besilgan qadam majburiy emgakning rahimsiz qilmishlariga qarshi kurash bo'lib, tub insoniy huquqni qo'g'dash va erkin, adil, raqobatlik bozorni qo'g'dash yo'lidagi tirishchanligimizni yana bir qatim namoyon qildi degan. Davlat bexatarlik ministrligi yana bu qatimqi tizimlikka qo'shilgan shirkatlarning soni eng ko'p bo'lgan bir qatimliq jazolash ekanligini bildirgan. Bildirilishicha, yangi embargo tizimligiga kirgizilgan shirkatlar Sharq Turkistonda muhim metal konlarini qazish va bartaraf qilish kasbi bilan shug'ullanadigan shirkatlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni har sohaga kengaytgandan boshqa milyonlagan Uyg'urni jazo lageriga qamagan bo'lib, hozirga qadar bu vahshiy qilmishini rad qilmoqda. Bu qatimqi tizimlik yana Sharq Turkiston paxtasini teriydigan va dunyoga paxta to'qilma mahsulotlarini ishlab chiqaradigan shirkatlar, shundaqla Sharq Turkistondagi ko'p kristallik kerimli materiallarni, quyosh energiyasi taxtalarini ishlab chiqaradigan shirkatlar kirgizilgan. Ma'lum bo'lishicha, embargo tizimligiga kirgizilgan shirkatlar Sijin Kanrodu guruhi va uning Sharq Turkistondagi tarmoq shirkati, Huafu moda shirkati va uning 25 tarmoq shirkati qatorliqlar ekan. Kongo 3 Xitoyni qamoq jazosiga hukm qildi. Kongoda qonunsiz qon qizish qilmishiga chetishliq 3 Xitoy qo'lga olinib 7 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika ovozining 15 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Kongoda qonunsiz qon qizish qilmishi bilan shug'ullangan 3 Xitoy fuqarosi 7 yil qamoq jazosi va 600 ming Amerika dollari jarimani to'lashga hukm qilingan. Bu chet elliklarning Kongo hukumatining ruxsatsiz qon qazg'anligi uchun tunji qatim jazoga tortilishi hisoblandi ekan. Mazkur 3 Xitoy aldamchilik, pul yuyish va bulongchilik jinoyati bilan ayblangan. Ularning advokati hukmning adil emasligini bildirib arz qilmoqchi bo'lgan. Ammo ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning advokati bu hukmni qonunsiz qon qizishga qarshi bir ogohlantirish deb qarab olqishlagan. Bu ish Kongoda qonunsiz qonchilik savdosiga qarshi tirishchanlikning davomlashayotganligini ko'rsatib beradi ekan. Bildirilishicha, bu davlatda nurg'un shirkatlarning, bo'libmi Xitoy shirkatlarining ruxsatsiz qon qizish boylik manbalari uchun keskin raqobatlashish ahvoli mavjud ekan. Bu tadbir orqali Kongo hukumati Xitoy bilan tuzgan qonchilik kelishimlaridan texmi yaxshi manfaatga erishishga tirishmoqda ekan. Yevropa Ittifoqi Amerikaning o'zak cheklamasiga qarshi chiqdi. Yevropa Ittifoqi Amerikaning sun'iy aql uchun ishlatiladigan ilg'or o'zaklarning ba'zi ittifoqdosh davlatlarga eksport qilinishini cheklashni mazmun qilgan qaroriga norozilik bildirdi. Yevropa Ittifoqi komitetining fan-texnika ishlariga mas'ul muavin raisi Xenna Virkonen va Yevropa Ittifoqi komitetining savdo tijorat va iqtisodiy bexatarlikka mas'ul a'zosi Maros Sefchovich Amerika hukumatining sun'iy aql uchun ishlatiladigan ilg'or tipdagi o'zaklarning eksportini cheklashni mazmun qilgan yangi tuzumi haqida qo'shma bayonot e'lon qilib, Amerikaning ba'zi Yevropa Ittifoqi davlatlari va shirkatlarining ilg'or tipdagi sun'iy aql o'zaklarini import qilishini cheklaydigan tadbirlaridan andisha qilyapmiz dedi. Bayonotda Yevropa Ittifoqining o'z andishalarini hozirgi Amerika hukumati bilan o'rtoqlashganligi, bu haqda yangi Amerika hukumati bilan barpochi aloqa o'rnatishga tirishadiganligi, sun'iy aql texnikasi va darajadan tashqari kompyuterlar jihatda bexatar Atlantik okean ta'minot zanjiri qurg'ili bo'ladiganligi bildirildi. Amerika oldingi kuni sun'iy aql o'zaklarining eksportiga doir yangi tuzum e'lon qilgan edi. Bu tuzumda Avstraliya, Belgiya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Irlandiya, Italiya, Yaponiya, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Janubiy Koreya, Ispaniya, Shvetsiya, Tayvan va Angliya qatorliq 18 ittifoqdosh va hamkorlashuvchi davlatga o'zak setishga hech qanday cheklama qo'yilmaydiganligi, boshqa davlatlarga cheklama qo'yiladiganligi jakarlangan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.